Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 6 yoshdan oshganlar, 7 yoshdagilar, 10 yoshdan oshgan qariyalar uchun pensiyaning yangi hisob-kitob formulasi nimani anglatadi? Pullar nima bo'ladi? Kimning pensiyasi oshishi mumkin? Kimniki o'zgarmasligi mumkin? Va eng muhimi, siz o'zingizni qanday himoya qilishingiz kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, buva-buvi, tog'a, ammo qo'shni yoki o'zimiz kelajakda pensiyaga chiqadigan insonmiz. Pensiya masalasida birgina hujjat yetishmasa, birgina yil noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, odam oyma-oy pul yo'qotishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar aynan sizning pulingizni asrash uchun kerak. Men avvalo eng asosiy narsani sodda qilib tushuntiraman. Pensiya hech qachon hamma uchun bir xil degan oddiy raqam emas. Pensiya odatda bir necha omilga bog'liq bo'ladi. Odamning ish staji, rasmiy ishlagan yillari, ish haqidan to'langan badallar yoki ijtimoiy soliq, ish haqi miqdori. Imtiyozli davrlar, bolani parvarish qilish davri, harbiy xizmat, ayrim kasblardagi og'ir sharoitlar, nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganlik kabi sabablar. Avvalgi tizimda ko'p odamlar pensiyani shunday tushunardi. Men 25 yil ishlaganman, demak pensiyam yaxshi bo'ladi. Yoki men 10 yil ishlaganman, menga katta pensiya chiqishi kerak. Lekin amalda faqat yillar soni emas, shu yillar rasmiy tasdiqlanganmi? O'sha davr uchun ish haqi arxivda bormi? Korxona badal to'laganmi? Mehnat daftarchasida yozuvlar to'g'rimi? Mana shular katta rol o'ynaydi. Endi yangi yondashuvlarda e'tibor ko'proq aniq ma'lumotlarga, elektron bazalarga, rasmiy daromadga va shaxsiy pensiya huquqlarini aniq hisoblashga qaratilmoqda. Bu nimani bildiradi? Bu shuni bildiradiki, odamning men ishlaganman degan og'iz gapi yetarli emas. Ishlagan davri hujjat bilan yoki elektron bazada tasdiqlanishi kerak. Ish haqi qanchalik rasmiy bo'lgan bo'lsa, kelajakdagi pensiya hisobida shunchalik ahamiyatli bo'ladi. Shu joyda qariyalar orasida eng katta xavotir tug'iladi. Endi mening pensiyam kamayib ketadimi? Yangi formula bo'lsa, eski pensiyamni qayta hisoblab, pulni qisqartirib qo'yishadimi? Taqsim yoshdan oshganlar qo'shimcha to'lov bormi? Ishlagan yillarim yo'qolib ketmaydimi? Men bugun shu savollarning har biriga alohida to'xtalaman. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling. Pensiya hisob-kitobi bir tarozi. Tarozi bir pallasida sizning ish stajingiz turadi. Ikkinchi pallasida rasmiy ish haqingiz turadi. Uchinchi pallasida qonunda belgilangan eng kam miqdorlar, ustamalar, indeksatsiyalar, yoshga bog'liq qo'shimchalar va davlat tomonidan kafolatlangan to'lovlar turadi. Yangi formula deganda ko'pincha mana shu pallasining qanday vazn olish qayta aniqlanadi. Agar siz ochon pensiya olayotgan bo'lsangiz, siz uchun eng muhim masala shuki, pensiyangiz qaysi asosda tayinlangan? Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining hisoblash usuli boshqacha. Ba'zi odam pensiya deb aytadi. Lekin aslida u yoshga doir pensiya emas, balki ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Bu farq juda muhim, chunki qayta hisoblash, oshirish, ustama qo'shish masalalari turlicha bo'ladi. Misol keltiraman. Birinchi holat. Olim 3 yoshli erkak kishi 3 yil rasmiy ishlagan. Mehnat daftarchasida barcha yozuvlar bor, lekin 1910 yillardagi korxona yopilib ketgan. Agar o'sha davr ish haqi arxivdan topilmasa, pensiya hisobida faqat staj tasdiqlanishi mumkin. Lekin yuqori ish haqi tasdiqlanmasa, pensiya kutilganidan past chiqadi. Bu odam men yaxshi lavozimda ishlaganman deydi. Lekin hujjat bo'lmasa hisoblashda qiyinchilik tug'iladi. Ikkinchi holat, 7 yoshli ayol 20 yil rasmiy ishlagan. 30 nafar farzand tarbiyalagan, keyin uyda bo'lgan. U o'ylashi mumkin, men butun umr mehnat qildim, uy ishini qildim, bolalarni katta qildim. Bu hayotiy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya hisobida faqat qonun tan olgan davrlar inobatga olinadi. Ayrim davrlar, masalan, bolani ma'lum yoshgacha parvarish qilish davri belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin, lekin hammasi avtomatik emas. Hujjat kerak. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi ma'lumotlar. Uchinchi holat. Daqimi yoshdan oshgan pensioner. Bu yoshdagi insonlar uchun ko'p mamlakatlarda, jumladan bizda ham, ayrim qo'shimcha to'lovlar, parvarish bilan bog'liq yordamlar, kommunal imtiyozlar yoki alohida ustamalar bo'lishi mumkin. Lekin odamlar ko'pincha 60 yoshga to'ldim, demak hammasi avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi.
Amalda ayrim to'lovlar avtomatik bo'lishi mumkin. Ayrimlari uchun murojaat kerak bo'ladi. Shuning uchun daqimli yoshga to'lgan insonning farzandlari yoki yaqinlari pensiya bo'limiga yoki My.Bakkov.uz orqali ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Endi kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Agar mehnat daftarchangizdagi yozuvlar noaniq bo'lsa, muhr o'qilmasa, korxona nomiga to'g'ri yozilgan bo'lsa, ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar mos kelmasa, bu siz uchun xavfli nuqta. Ikkinchidan, ko'p yil norasmiy ishlaganlar xavotir olishi kerak. Masalan, odam bozorda savdo qilgan, qurilishda ishlagan, fermer xo'jaligida og'zaki kelishuv bilan mehnat qilgan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Hayotda u mehnat qilgan, lekin pensiya tizimi uchun bu davr ko'rinmas bo'lib qolishi mumkin. Uchinchi xavf guruhi. Ish haqi konvertda olinganlar. Masalan, odamga oyga 5 million so'm berilgan, lekin rasmiy hujjatda 2 million so'm ko'rsatilgan. Bugun pensiya hisoblanayotganda davlat bazasida 2 million ko'rinadi, 5 million emas. Natijada pensiya ham pastroq bo'lishi mumkin. Bu juda muhim saboq. Pensiya kelajakdagi rasmiy daromadga mumkin. Hujjatlari to'liq, ish staji elektron bazada ko'rinadigan. Rasmiy ish haqi muntazam hisoblangan. Pensiya tayinlanganda barcha davrlar inobatga olingan pensionerlar. Lekin men baribir bunday odamlarga ham tekshirishni maslahat beraman. Chunki amaliyotda ba'zan juda kichik xato ham o'yga erinmang. Pigmin hatto undan ko'proq farq keltirib chiqarishi mumkin. Bir oyda kichik ko'ringan summa bir yilda katta pul bo'ladi. Keling, shartli raqamlar bilan ko'rib chiqamiz. Men bu raqamlarni aniq qonuniy formula sifatida emas, tushunish uchun misol sifatida aytyapman. Chunki haqiqiy hisob-kitob amaldagi qonunchilik bazaviy miqdorlar va shaxsiy hujjatlarga qarab qilinadi. Masalan, Abdulla aka 65 yoshda. U 35 yil rasmiy ishlagan. Oxirgi yillarda ish haqi rasmiy bo'lgan. Barcha ma'lumotlar bazada bor. Pensiya tayinlashda uning staji ham ish haqi ham tasdiqlangan. Bunday odamda yangi tartiblar ko'proq aniqlik kiritadi, lekin odatda asosiy muammo chiqmaydi. Agar indeksatsiya bo'lsa, ya'ni davlat pensiyalarini ma'lum foizga oshirsa, Abdulla akaning pensiyasi ham belgilangan tartibda oshadi. Endi Mahbuba opani olaylik. U 72 yoshda, 12 yil rasmiy ish staji bor. 10 yil davomida esa oilaviy sharoit sabab uyda bo'lgan, pensiyasi kamroq. U yangi formula haqida eshitib, balki menga ko'proq qo'shilar deb umid qiladi. Bu yerda savol shunday. O'sha uyda bo'lgan davrlardan qaysi biri qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin? Farzand parvarishi davrimi? Nogiron oila a'zosiga qaragan davrimi? Agar shunday bo'lsa, hujjat bilan isbotlash kerak. Agar isbotlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar isbotlanmasa, faqat og'zaki gap bilan pul oshmaydi. Yana bir misol, Karim ota 12 yoshda. U pensiyasini olayapti, lekin o'zi davlat idoralariga bora olmaydi. Farzandlari ham otamiz pensiya olyapti-ku, bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin maqim yoshdan keyin ayrim qo'shimcha masalalar paydo bo'lishi mumkin. Parvarish holati, nogironlik guruhi bo'lsa qo'shimcha huquqlar, ijtimoiy yordam, dorilar bo'yicha imtiyozlar, kommunal kompensatsiyalar. Bularning barchasi pensiya summasining o'ziga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilmasligi mumkin, lekin oilaning umumiy xarajatini kamaytiradi. Shuning uchun men har doim aytaman. Faqat pensiya qancha deb so'ramang, qariyamizga yana qanday huquqlar bor deb ham so'rang. Birinchi nozik jihat, qayta hisoblash har doim ham avtomatik bo'lavermaydi. Ba'zi oshirishlar, masalan, umumiy indeksatsiya avtomatik qilinadi, lekin ish stajiga yangi hujjat topilsa, ilgari hisobga olinmagan davr aniqlansa, ish haqi haqida arxiv ma'lumoti topilsa, ko'pincha murojaat qilish kerak bo'ladi. Siz murojaat qilmasangiz, idora sizning eski arxivingizni o'zi qidirib yurmaydi. Ikkinchi nozik jihat, arxiv ma'lumotlarida familiya, ism, otasining ismi xatosi. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Mehnat daftarchasida bir xil, pasportda boshqa xil, arxivda 3-xil yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulchehra bir joyda Gulchehra bo'lib ketgan. Abdurahmonovna bir joyda Abdurahmonovna deb yozilgan. Bunday xatolar pensiya bo'limida savol tug'diradi. Buni hal qilish uchun nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ba'zan sud orqali faktni belgilash kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, sobiq kolxoz, sovxoz, kichik korxona, kooperativlarda ishlagan davrlar. Ko'p qariyalarimiz aynan shunday joylarda mehnat qilgan. U davrda hujjatlar ba'zan to'liq yuritilmagan, muhrlar yo'qolgan, arxivlar boshqa tumanga o'tkazilgan. Agar sizda shunday davr bo'lsa,
bugundan boshlab arxivni qidirish kerak. Tuman arxivi, viloyat arxivi. Sobiq korxonaning huquqiy vorisi hokimlik, bandlik organlar orqali so'rov berish mumkin. Kutib o'tirmang. Hujjat topish ba'zan haftalar emas, oylar oladi. 4-nozik jihat pensiya kamaydimi degan qo'rquv. Odamlar orasida yangi formula chiqsa, hammadan pul kesiladi degan gaplar yuradi. Men bunday gaplarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Odatda tayinlangan pensiyalar bo'yicha davlat kafolatlari bo'ladi. Ya'ni qonuniy asosda berilayotgan pensiyani shunchaki xohlagancha kamaytirib yuborishmaydi. Lekin agar ilgari noto'g'ri hujjat asosida xato hisob-kitob bilan ortiqcha to'langan holat aniqlansa, alohida tartib bo'lishi mumkin. Shu sababli eng to'g'ri yo'l vahima qilmasdan o'z hisobingizni tekshirtirish. 5-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar, ba'zi gariyalar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Savol: ishlasam pensiyam oshadimi? Bu masala amaldagi tartibga bog'liq. Ayrim holatlarda pensiya tayinlangandan keyingi ish davrlari qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim holatlarda cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner har yili yoki ma'lum muddatda o'zining rasmiy ish haqi va to'lovlar bazada aks etayotganini tekshirishi kerak. Ish beruvchi siz uchun tegishli ijtimoiy to'lovlarni to'layaptimi? Mehnat shartnomangiz rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Buni bilish juda muhim. 6-nozik jihat minimal pensiya va ijtimoiy nafaqa o'rtasidagi farq. Ba'zi insonlar kerakli ish stajiga ega bo'lmagani uchun yoshga doir pensiya emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Bu juda katta farq. Pensiya mehnat huquqi asosida hisoblanadi. Nafaqa esa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sifatida beriladi. Yangi formula haqida gap ketganda hamma o'zini bir xil guruhga qo'shib yubormasligi kerak. Avval sizning to'lovingiz nomi nima ekanini aniqlang. 7-nozik jihat nogironlik va parvarish masalasi. Yetim yoki balkim yoshdagi inson sog'lig'i yomonlashsa, nogironlik guruhi belgilanishi mumkin. Bu pensiya yoki nafaqa miqdoriga, dori-darmon, davolanish, reabilitatsiya, parvarish bo'yicha yordamga ta'sir qilishi mumkin. Lekin ko'pchilik uyda yotgan qariyani shifokorga ko'rsatmaydi, hujjat rasmiylashtirmaydi. Natijada odam huquqi bo'lgan yordamni olmaydi. Agar qariyangiz mustaqil yura olmasa, ko'rishi, eshitishi, yuragi bosimi, xotirasi, harakati jiddiy cheklangan bo'lsa, oilaviy poliklinikadan boshlab tibbiy tekshiruv jarayonini boshlang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Uyda alohida papka qiling. U papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa nusxasi, diplom yoki o'qish davri bo'yicha hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, ish haqi haqida arxiv ma'lumotlari bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam: mehnat daftarchasini sinchiklab tekshiring. Men odatda odamga shunday deyman: har bir sahifani alohida ko'ring. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan chiqqan sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Korxona muhri bormi? Lavozim aniqmi? Keyingi yozuv oldingi yozuvga zid emasmi? Agar bitta joyda muhr yo'q bo'lsa, bu hammasi bekor degan emas, lekin savol tug'ilishi mumkin. Savol tug'ilmasdan oldin tuzatishga harakat qiling. 3-qadam: elektron ma'lumotlarni tekshiring. Yaqinlaringiz yordamida MyPokkokov. Uz yoki tegishli rasmiy xizmatlar orqali ish staji, pensiya holati, to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga boring. O'zingiz bora olmasangiz, ishonchnoma orqali farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz murojaat qilishi mumkin. 4-qadam: arxivga so'rov bering. Agar siz 1990-2000 yillarda ishlagan korxonangiz yopilib ketgan bo'lsa, baribir topilmaydi deb o'ylamang. Tuman yoki viloyat arxivlarida ko'p hujjatlar saqlanadi. So'rovda aniq yozing, qaysi yillarda ishlagansiz, korxona nomi nima bo'lgan, lavozimingiz, taxminiy bo'limingiz, o'sha vaqtdagi familiyangiz. Ish haqida ma'lumot, ishga qabul va ishdan bo'shash haqida buyruq nusxasi, shaxsiy varaqa yoki tabel ma'lumotlarini so'rang. 5-qadam: pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rab ketish yetarli emas. Yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyamni tayinlashda hisobga olingan ish staji va ish haqi davrlarini ko'rsatib berishingizni, agar hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, ularni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Shunda javob talab qilish oson bo'ladi.
6 qadam, javobni tushunmasangiz mutaxassisga ko'rsating. Ba'zan pensiya hisob kitob varag'i oddiy odamga murakkab ko'rinadi. Unda staj, koeffitsient, o'rtacha ish haqi, ustama, indeksatsiya kabi so'zlar bo'ladi. Agar tushunmasangiz, men bilmayman deb qo'l siltamang. Davlat xizmatlari markazida, mahallada, huquqiy maslahat markazlarida yoki ishonchli yuristda tushuntirib berishlarini so'rang. Chunki bu bir martalik qog'oz emas, har oy keladigan pulingizga ta'sir qiladigan hujjat. 7-qadam. Qariyangizning sog'lig'i bo'yicha hujjatlarni ham tartibga keltiring. Taklim yoshdan oshgan inson uchun faqat pensiya emas, ijtimoiy yordamlar ham muhim. Poliklinikada doimiy ro'yxat, kasallik tarixi. Nogironlikka ehtiyoj bo'lsa tibbiy komissiya, dori-darmon bo'yicha imtiyozlar, parvarishga muhtojlik holati bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjat oilaning real xarajatini kamaytirishi mumkin. 8-qadam. Aldovchilardan ehtiyot bo'ling. Pensiya mavzusida firibgarlar ko'p uchraydi. Kimdir menga pul bering, pensiyangizni 2 barobar qilib beraman deydi. Kimdir men ichkarida tanishim bor deydi. Kimdir hujjatlaringizni olib ketadi. Bunday odamlarga ishonmang. Pensiya faqat rasmiy hujjat, qonuniy asos va rasmiy ariza bilan o'zgaradi. Hech kim sizga noqonuniy ravishda katta pensiya qilib bera olmaydi. Agar kimdir pul so'rasa, ehtiyot bo'ling va rasmiy idoraga murojaat qiling. 9-qadam. Har bir oshirishni tekshirib boring. Davlat pensiyalarini oshirganida ko'pchilik faqat kartasiga tushgan pulga qaraydi. Men esa shunday qilishni maslahat beraman. Eski summa qancha edi? Yangi summa qancha bo'ldi? Oshish foizi mos keldimi? Ustamalar saqlanib qoldimi? Bank kartasida ushlab qolishlar yo'qmi? Ba'zan qarz, aliment, kredit yoki boshqa ijro hujjatlari sabab pensiyadan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu ham alohida tekshiriladi. 10-qadam. Oilada buni bir kishining zimmasiga yuklamang. Qariyalar ko'pincha hujjat ishlaridan charchaydi. Farzandlar esa band bo'ladi. Lekin bitta oilada hech bo'lmaganda bir kishi ota-onasining pensiya hujjatlarini bilishi kerak. Qaysi bo'limdan pensiya oladi? Kartasi qaysi bankda? Pensiya guvohnomasi qayerda? Mehnat daftarchasi qayerda? Arxiv hujjatlari bormi? Bularni bilish zarur. Endi eng asosiy savolga qaytaman. Pullar nima bo'ladi? Agar pensiya tizimida yangi formula yoki yangi tartib joriy etilsa, uning maqsadi odatda hisob-kitobni aniqroq, adolatliroq va rasmiy ma'lumotlarga bog'liqroq qilish bo'ladi. Bu kimlar uchun yaxshi? Rasmiy ishlagan, hujjatlari to'liq, ish haqi tasdiqlangan odamlar uchun yaxshi. Chunki ularning huquqi aniq ko'rinadi. Kimlar uchun qiyin? Norasmiy ishlagan, arxiv hujjatlari yo'qolgan, ish haqi yashirilgan, mehnat daftarchasida xato bo'lgan odamlar uchun qiyin. Lekin qiyin degani umidsiz degani emas. Ko'p narsani hujjat topish, ariza berish, qayta ko'rib chiqishni so'rash orqali hal qilish mumkin. Agar sizning pensiyangiz juda past bo'lsa, demak shunday ekan deb yuravermang. Balki staj to'liq qo'shilmagandir. Balki ish haqi bo'yicha yaxshi davr hisobga olinmagandir. Balki ayol kishi sifatida farzand parvarishi davri e'tibordan chetda qolgandir. Balki takmil yoshdan keyingi qo'shimcha huquqlar tekshirilmagandir. Balki nogironlik yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha yordam olish imkoniyati bordir. Bularning har biri sizning oylik daromadingizga yoki xarajatlaringizga ta'sir qiladi. Men yana bir bor ta'kidlayman. Pensiya faqat davlatning bergan puli emas. Pensiya sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, rasmiy huquqingiz va hujjatlar bilan tasdiqlangan tarixingiz natijasidir. Shu sababli pensiya masalasiga uy-joy hujjati kabi jiddiy qarash kerak. Uy hujjatini yo'qotmaslikka harakat qilamiz, to'g'rimi? Pensiya hujjatlari ham shunday muhim. Bugun men sizga 10+, 7+, 8+ yoshdagi qariyalar uchun pensiyaning yangi formulasi atrofidagi eng muhim masalalarni tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni aniqlang, arxiv ma'lumotlarini qidiring, pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Daxmiy yoshdan oshgan yaqinlaringizning qo'shimcha huquqlarini albatta tekshiring. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini bir papkaga yig'ing. Agar pensiya summasi shubhali past bo'lsa, sababini so'rang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh talab qiling. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Kommentariyada yozing. Siz yoki yaqiningiz pensiya olayaptimi? Pensiya hisobida qaysi muammoga duch kelgansiz, staj topilmaganmi? Arxiv hujjati kerak bo'lganmi? Tasmim yoshdan keyin qo'shimcha to'lov yoki yordam olganmisiz? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi
buva buvisi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida qilingan bitta to'g'ri harakat odamga har oy qo'shimcha pul va xotirjamlik olib kelishi mumkin.